do'stimiz shunaqa kattakonlarga bir nima berib, shularning xizmatini qilib yuradi. Har kuni aytadiki, falonchi xizmatini qilib kelyapman deb. Keyin shu to'y qilayotganda ham to'ydan necha kun oldin borib xizmatlarni qilib yugurib yurdi. Endi xo'jayin u xizmatini yo ko'radi, yo ko'rmaydi, inson-ku. Biza bilan to'yga oshga kirib kelyapti, hali nima deydi? Ko'rinmaysan dedi. Har kun o'shani xizmatini qiladiganga. Ko'rinmaysan dedi, yuragi chiqib ketdi. Yig'lavoriydi dedi. Har kuni eshigingizni yalayapman-ku hamma xizmatni. Alloh ko'rib bilib turadi. Shunda zotni xizmatini qilishga oyog'im og'riydi, baland-battar pismadan qochishadi. Alloh uchun yaxshi savob ishlarni qilishmaydi. Hali o'zi ko'rmaydigan bir banda uchun voy soyasi telefonda ham tika turib gaplashishadi kerak. Endi inson sen Allohga ishon, Allohga e'tiqod qil. O'zi chiroyli qilib, martabayni ham baland qiladi, hayotingdan rozi qiladi. Pora berishga qornilari og'rimaydi. Xudo uchun zakot va sadaqasini berishda qorni og'rib beradi. Buni ham Alloh ko'rib bilib turadi.